Okay guys, welcome back. Sağdaş yaxshimizlar. Biz darsimizni yana bir davomlashtirsak, avvalgi darsda 71-dars, ya'ni o'sha pirlarni o'tgan zamon shakli ustida to'xtalgan hamda o'sha 72-dars, yana 71-niki bir mashq texnik qandarizlar. Bu darsimizni bir puxlab o'taylik. Hamda bu odatdagi o'tgan zamon holatida biz intayin ko'p qo'llanilgan o'sha vaqt ravishlari bor. Masalan, this morning, this afternoon, this evening, tonight degan. Bugun degan, bugun tushdan keyin, bugun kechqurun, kecha. Hamda masalan bu this morning ishlatganda, masalan sizlar shuni degan vaqtda allburun qanday bo'lsa, tushdan keyin bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, yoki tushib bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki tushdan burun o'tgan vaqtda tabi emasmi? Shunga ham demishara this morning deganim bo'ldi. Masalan, hozir bu suratni tushdan keyin deb aytamiz. Hamda men masalan oldin darsni tushdan burun oldim demoqchi bo'lsanglar, yana o'xshashlarni demaysiz. This morning ne qanday desanglar ishlatgan bo'ldi. Hamda masalan tunugun degan, tunugun tushdan keyin, tunugun kechqurun, tunugun kecha deganni nima deymiz? Masalan, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening and last night. Last night. Onun degan o'lish kun, masalan the day before yesterday. Masalan o'lish kun degan yoki o'lish kun tushdan burun deganda the day before yesterday in the morning. The day before yesterday in the afternoon. O'lish kun tushdan keyin. The day before yesterday in the evening. The night before last. Hamda ma degani, hamda night before last. Demak, the night before last night. Tunugun kechadan burun yana bir kecha. Demak, hamda men nightdan ikkisi bo'lib qoldi. Bu ikkisi qaytlasi bo'lmaydi. Shunga bir night qistirib ketib nima qilib qoldi desanglar, the night before last. Demak, o'lish kun kecha degan gap bo'ldi. Hamda qaranglar bu yerdagi bu harakatlarga, fe'llarga, bu fe'llarniki qanday shakllanishdi bizdan? O'tgan zamon shakllanishtiramiz. Okay, masalan, what did she do yesterday? Masalan, u nima ish qildi? Masalan, birinchi rasmda qarasanglar, u derazni chipdi shunami? She aired the room yesterday. Okay, derazni chip qanaqda o'yinni havosini almashtiribdi. Demak, she aired the room yesterday. O tunugun o'yinni havosini almashtirdi. Yoki she aired the room this morning. Yeah, what about next one? What did he do this morning? Bugun degan u nima ish qildi? He cleaned the room this morning. Bu bugun degan o'yinni tozaladi, pokizladi. So what did they do yesterday evening? Ular tunugun kechqurunlik nima ish qildi? So they opened the box, opened the presents yesterday morning. What about this? What did he do yesterday evening? O tunugun kechqurunlik nima ish qildi? He watched television yesterday evening. Watched it watched. Okay, dusted, listened. And the dusted TV bilan oxirlashgan bo'lsa, buni idda bo'lsa, well dusted. She dusted the cupboard. Okay, she dusted masalan floor, yoki dressing table yesterday, right? What about her? She listened to music, right? She listened to music. Okay. And then we shall complete this sentence. Hamsa mashq qarab boqaylik savollashlar. Buni nima qilganda avval mavjumning bir shaklini beribdi, mana ulgu misol qarab hamda qog'ozlarni ishlab boqsak bo'ldi. She's airing the room now. Bu hozirgi davomlashayotgan zaman. Demak, hamda shu so'zlikchining og'zidan shu gap chiqayotgan vaqtda shu sharkat qanday bo'ladir, bo'layotganligini bildirdi. Hamda buni o'tgan zaman ifodasak tushunsangiz, she aired it yesterday. U tunugun qanday qildi? Tazildi. She aired it yesterday. Okay. Marking so'zal, it is raining now. Hozir yomg'ir yog'adi. Hamda tunugun yomg'ir yog'di bo'lsa, misharki yomg'ir yog'moqdan iborat bo'lish feel rain. Ya'ni idek qilib qo'ysak bo'ldi, qoidalik feel, adaptlik feel. It rained yesterday. Buning nima fe'llari sanal? It rained yesterday. Masalan, it is snowing now. Qarab boqsak, it is snowing now. Buning uchun it snowed yesterday. It snowed yesterday. Snow degan qayarmoq. And the king said he's boiling some eggs. Azraq nim qayndodi, tuxum pishiryapti. He boiled some
yesterday. O'tunugen azraq qanaqildi? Pushadi. Mesela we are enjoying our lunch, you know. We enjoyed it yesterday too. Biz tunugen qanaqildik? Shuningdan huzurlandik. You know, write the question and the answers. Mush savolning javobini yozib hamda qanaqilib savol shaklida yozing hamda qanaqilib javob bering deydi. Masalan, she aired the room yesterday. Buningda igisim bor ekan, fe'lmi bor ekan. Uningdikini hamda vaqt bor ekan. Buni qanaqilib yozsam, mana misol qaranglar. What did she do yesterday? You know, she aired the room yesterday. U nima ish qildi? U o'yinin ovozini almashtirdi. Masalan, qarab baqsanglar, she aired the room yesterday, right? What did she do yesterday? She aired the room yesterday. Masalan, keyingisi, they cleaned their shoes yesterday. Okay. Demakki, what did they do yesterday? She cleaned their shoes yesterday. Demak, hamda mana savol kelganda didni ishlatamiz o'tgan zamoncha. Javob berganda asosiy fe'lning keyiniga ed qatimiz. Ed qatimiz. Bu savolashlar mana bugun mana shu birinchi qismningki birinchi darsning 72-darsgacha mana shu darslar asosan to'p-to'liq bitdi. Biz mana shu suratga elishni o'tgan yili 8-oyda boshlagan mana bugun muvaffaqiyatli qoldi. Mana shu 72-dars 72 dars tugabdi. Hamda bundan keyin hamda qolgan 100-darsning 144-darsgacha bo'lgan bizningki mana shu 73-darsning 100-darsgacha avvalsak birinchi qism kitob to'p-to'liq tugaydi. Hamda bu jarayonda bizningki o'qituvchilar, undan keyin bizning texnik xodimlar nurg'un jafolarni chekdi, nurg'un izlandi. Mana shu munosabatlar hamda mana shu programmada shularga intayin ko'p rahmat aytaman. Hamda sizlarning mana shu birinchi qismni ko'rib, toki bugungacha mana shu izchil ko'rganinglarga rahmat. Hamda menda bir gap borchi. Muvaffaqiyatningki qarim-qarish ma'nolik so'zi hargiz mag'lubiyat emas. U bo'lsa nima desam, bal qo'yitish, to'xtab qilish. Shu narsani qilsanglar bo'lsin, sizlar har qanday qilishni muvaffaqiyatli qilmaydi ekansizlar, cho'qim to'xtab qolmasliginglar, izchil oxirigacha bardoshlik bera olsanglar yoki oxirgi shu ishni qila olsanglar, cho'qim muvaffaqiyat qozonasizlar. Shunga ham muvaffaqiyatning alohida bir falsafasi va yoki alohida bir usulim yo'q. U bo'lsa nima desam, shu oddiy ishlarni izchil, davomli, to'xtovsiz qilib bersanglar, shirmanki sizlar bu hayotingizda har qanday ishda muvaffaqiyat qozona olasizlar. Shunga mana darsdan keyin shu birinchi darsda 72-dars bo'lgan butun darslarningki bir umumiy takror bor. Shu umumiy takrorni bir takrorlab o'tgandan keyin sizlar shu 73-darsdan oxirini boshlab o'rgansanglar bo'ldi. Bo'ldi, bugungi darsimiz mushagich bo'lsin. Yana qanday tushunmagan mazmun bo'lsa bizniki g'oyibi saloni abditalning inkos qaytarish iqtidori va yoki boshqa usullar orqali bizdan maslahat so'rasanglar bo'ldi. That's all for today. See you next time. Goodbye.